obsidianni ayirib tashlab, keyin yana birini qo'shaverasan. Keyin nechi bo'ladi bilmadim-u, menda 5 ta emas, 6 ta. 6 ta degan men ham hozir yig'aman. Yaramas, kel bo'ldi. Mana birisini ham qo'qqanmiz. Yana bitta marvarat. Menda allaqachon 2 ta bo'ldi. Yana bitta enderman ko'rdim. Qayoqda qo'yamiz? Basharasiga qaraymiz va yugurib keladi hozir. Qayoqqa qochib ketdi yaramas? O, orqamdan kelyapsan. Qanisan? Qani o yaramas? Tepaga uchib ketdimi nima? O, mana keldi. Yana sen ham tiqilib qoldingmi daraxtga? Mayli, shunaqasiga qo'qaveraman, bilib qo'y. 3 ta, yerda yotib 4 ta, yerda yotibdi ekan. 5-inchisi va 6-inchisi qishloqqa. Senda nechta bo'ldi? Menda 8 ta bo'ldi. Deyarli yetkazib olibman. Menimcha endi bizga marvaridlar bemalol yetadi. Endi obsidianni hal qilish kerak. Ataga 2 ta yetmayapti. Oltin kavlashni boshlash kerak qishloqqa. To'g'ri, cho'chqalardan bitta 2 ta obsidian olsak, 2 dona. 2 dona obsidian bizga bemalol yetadi. Menimcha obsidian tushishi oson cho'chqalardan. Omadimiz kelib qolsa, uyga shu yerdan surib yuboramiz. Ha, faqat alam qiladigani bizning uyimiz yo'q. Oddiy olamga-da tushunib bitta aytganda. Menda naq 4 ta emas, 3 ta oltin bo'ldi. Senda nechta? Menda ham 3-4 ta bor. Hammasini cho'chqachaga tashlab yuboramiz va obsidianni kutamiz. Yo'q, yana biror joydan oltin kavlab kelsak bo'ladi. Qani nima berding shuncha oltinga? Hamma narsa obsidiandan boshqa. Men bu yig'loqi obsidianni nima qilaman? Nima qilaman men bu obsidianni? Yana yig'loqi bo'lsa, menga yig'lamaydigandan kerak. Buni mana shunday qo'yib tashlasa ham bo'ladi. Bot, yig'loqqa obsidian beradimi hech zamonda? Men bo'lmasam oltin kavlab kelaman, sen mashdan turib tur. Mayli, va obsidian tasha, iltimos, obsidian deyman. O, ender marvarid tashadimi? Olay, o'ldirib qo'ydim, yaramasdi. Obsidian tashashga ulgurmadi, lekin ataga bittagina oltin ortib qoldi. Menimcha Bruski ham katta ehtimol bilan obsidian tashamasdi. Eski portalimizga qaytamiz shekilli. Qishloqqa shuncha harakat befoyda bo'ldi. Biz u portaldan necha ming blok uzoqdamiz, shuncha joyga qaytish kerak. 2 ta obsidian berish qiyin edi shu yaramas cho'chqalarga. O'zing aytib turibsan-ku cho'chqa deb. Mana bu yerdan sakraymiz qishloqqa va nimaga sapasga tushib ketding? Negadir mendan qo'tyapti yaramas Minecraft. Ko'p o'ynavordik shekilli-da. Menda ham bo'lib turibdi qochishlar. Biz deyarli yetib keldik. Yaxshiyam koordinatalarni yozib olibman. Voy, yetib keldik aynan portalga. Ko'rdingmi, koordinata yozish zo'r narsa. Faqat obsidianning oldingdami? Hozir bir narsa qurishimiz kerak. Bizga ataga bitta obsidian yetmadi, ya bittagina. Yo'lda yana bittasini cho'chqadan oldik. Sizlarga aytish esdan chiqdi. Xullas, o'sha mana bu yerga portalni ko'r oxirgi bloklarni va bittagina blok. Tasavvur qilyapsanmi qishloqqa? Ataga bitta blokni deb necha ming bloklarni sayohat qilishimizga to'g'ri keldi. Ha, mayli, to'xtanglar. Eng muhim narsa yozibdan ko'tarilibdi va mana bo'ldi. Endi suramiz. Yaramas portal, seni hech qachon unutmaymiz. Unutdik. Naqadar chiroyli joylar. Bu ko'zlarni mazza qilib yuboryapti do'stlar. Menimcha serverimiz buzilib qoldi. Bu server ham shu o'zidan ketibdi. Nima? Meni ham chiqarib yubordi. Meni chiqarishga jur'at qildimi? Mayli, bu safar kechira qol. Endi bo'lsa ender marvaridlarni yasaymiz. Menimcha birdaniga 12 ta yasashdan foyda yo'q. 8 ta yasagan bo'ladi. Balki u yerda ko'p palasa qo'yilgan bo'lar. Gapingda jon bor derdim-ku, lekin unda dubbul bor. Nima balo bor? Mana senga ham 3-4 tasini beraman. Xullas, sen marvaridni o't, men qarab turaman qayoqqa qarab uchganini. Qarama, o'rgan. Bunaqa narsalar uchirish bo'yicha professionalman. Buncha tez uchadimi? Qayerga qarab uchdi? Bo'ldi, mana shu yo'nalishga qarab ketaveramiz. O, bu cho'lba, cho'lda nima qilish mumkin bilasizlarmi? Kaktus bor. Balki kaktus o'ldirarlar va nega hech narsa kaktus o'zib ketdi. Ko'ryapsanmi, bu kaktuslarning meni ko'rib qo'rqib ketyapti. Dahshatga tushib o'zib ketyapti. Bunaqa bo'lishini tasavvur ham qila olmagandim. O'zib ketishyapti bizni ko'rib. Balki katta kaktuslar bilan boshqacharoq bo'lar. Katta kaktuslarning oldiga borib ko'rish kerak. Qayerdasizlar? Mana. Qani va bunisi ham o'zib ketdi. Hammasi qo'rqoq ekan, o'zib ketyapti bular. Aytyapman-ku, meni ko'rib qo'rqib, hamma yoq to'ylarishyapti. Boshqa tarafga qarab uchdi, ketdik o'sha tarafga. Menimcha oz qoldi, yaqinda yetib olamiz. Bunisi sirib ketdi. Hech qisi yo'q. Bizda hali juda ham ko'p. Sakradik. Qara, professional qanday sakraydi. Sakrab turib, tagiga blok qo'yib tashlayman. Men ham bunaqa qila olaman. Mana tepaga chiqib ketaman. Nega oldimni o'rab tashlayapsan? O'zinglar ketib qolmasligiga, yana bitta uchirib ko'raylikchi, o'rmonga qarab uchiryapti. Yo'lni yana davom ettiramiz. Bu tarafda yana bir bor uchirib ko'ramiz va u menimcha yana ozgina yurish kerak deyapti.
Menimcha biz topdik qishloqqa. Endi pastga qarab kovlasak bo'ldi. Menda belkurak bo'ladi. Hammanglar kovladik. Qishloqqa men bitta zo'r usulni bilaman. Mana shu paytda F3 tugmasi bilan A tugmasini bir vaqtda bossa zo'r narsa bo'ladi. Ko'rsataymi? Qara. Bir vaqtda bosasan va senga bloklar orasidagi narsalar ko'rinadi ba'zilari. Ana bu yerda masalan mashala bor ekan. Bu degani biz to'g'ri tarafga ketyapmiz. Do'stlar, buni chiti bor aldayapti. Bu chit emas, Minecraftda o'zida shunaqa narsa bor. Vo, portalni topdim. Umrimda birinchi marta bunaqa tez topishim. Yana meni yovuzlarcha cheater deysan. Bu sandiqda nima bor? Qani? Olma, mayli. Sen ko'ryapsan portalni qanaqa tez topding. Seni o'zing g'irromchisan. Bu g'urromlik emas, omad deb ataladi. Seningcha nima deb o'ylaysan? Mana bu kalamushchalar bizni o'ldira oladimi? Mana bu kravatni ustiga bitta bosib qo'ying. Mabodo o'lib qolsak-da. Mabodo o'lib qolsak deysanmi? Bu kalamushlar ham hech narsa qila olmadi. Bu aniq edi. Qishloqqa o'zi o'lmaymiz-ku, qara. Men hozir sakrab turib tagiga blok qo'yib fantastika qilaman. Qarab tur. 1 2 3. Ko'rdingmi? Bunaqasini speedrunnerlarda ko'rganman. Shunaqa zo'r o'ynayman men. Vo, zo'r, qanday qilding? Deyishimni kutayotganmiding? Hazillashyapman-ku. Hazilni bo'rtirish bu juda ham yomon. Kravatlar yasadingmi? Shu bilan endi Dragon'ni portlatamiz. Kallamga zo'r g'oya keldi. Biz endi Dragon'ni emas, mana shu o'zimizni portlatib yuborsak bo'ladi shu kravatlar bilan. Nima deysan? Next'ga legenda, yana ip yo'qmi senda? Bir ikkita tashavvur bo'lsa? Bor ekan. Aynan, bitta kerak edi. Bo'ldi, menda ham endi kamonga yetadi. Ikkalamiz endi Dragon'ni qo'qishtirib tashlaymiz. Tayyormisan qishloqqa? Bo'lmasa portalni yo'qyapman. Va bu on yetib keldi. Biz va nihoyat portalni yo'qdik, sakradik. Ishlamadi-ku bu. Internetni itidan alolat. Bo'ldi, endi tepaga chiqamiz. Zashitda o'zim yo'l qurib beraman. Qani ketdi, tezroq. Bo'ldi, chiqdik. Endi o'zimizni kravat bilan portlatib ko'ramiz. Va qo'limdan tushib ketdimi? Qo'lim sirpanchiq bo'lib qolib shekilli, qo'limdan tushib ketyapti. Meni ham qo'limdan tushib ketyapti. Menimcha buni ham o'ylashgan shekilli. Qo'lga umuman kravatni olib bo'lmayapti. Olgan zaxotda tushib ketyapti. Qani men shunday qo'yib, shunday bosib fantastika qilib ko'raychi. Umuman bo'lmayapti. Qo'yishga umuman ulgurmayapman. Qani bor kuchi bilan ikkala tugmani yo'q, o'xshamayapti nimagadir. Bossam ham portlamayapti. Ba'zi surib tushyapti. Mayli, bu yerda yana boshqachasiga ham o'lsa bo'ladi, esingda bo'lsa. Ha, esimda. 1 2 3 sakradi. Menimcha bu safar o'lsam kerak. Chunki bu yerda tatem ham yordam bermaydi sen aytganingdek. Va menimcha o'ylab yo'q, meni tepaga olib chiqib tashladi-ku. Balki menga o'xshar. Qani, meni ham uchirib yubordi. Xullas, la'natlangan ekan bu ham. Balki kristal portlatib yubora olar. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Kristalni oldiga qurib ko'raychi. Arta, seni oldingda ajdar qotib qolgan. Bo'lishi mumkin emas. Nega u qotib qolgan? Bechorachaga o'xshab. Menimcha hattoki ajdarni ham bizni o'ldira olmaydigan qilib qo'yishgan. Qanday dahshat. Kamondan o'ta olamanmi? Qani va menimcha tegyapti, lekin joni ketayotganini ko'rsatmayapti. Ha, mayli. Kristalni tepasiga chiqib ko'raychi. Kristal sigami? Men chiqishimda oldin sinibdimi? Qanday dahshat. Qishloqqa menimcha biz o'lishni yo'lini topa olmadik shekilli. Mayli, bo'lmasam kelganimizga yarasha. Endi Dragonni o'ldirib ketaylik, to'g'rimi? To'g'ri aytasan. Buni o'ldirishda hech ham iloji bo'lmayapti. Do'stlar, hozirroq izohlarda yoz qoldiring. Bu yerda qanday o'lish mumkin? Biz yana qanday usullarni chetda qoldirdik? Balki birortasi yordam berar. Izohlarga albatta o'zingiz to'g'ri deb o'ylaydigan usullarni yozib qoldiring. To'g'ri, Nexia 2 haqida ham yozib qoldiring. Bu muhimroq. Qiziq, bu kamonlarda o'qi ta'sir qilarmikan bu yaramasga? Hozir otib ko'raylikchi. Menimcha buni joni ham qotib qolgan bo'lsa kerak. Qishloqqa sal uzoqlashchi, balki qibrlasa joni ham ketar. Rostdan ham ketdi. Bo'lmasa buni hozir havoda qotirib qo'yamiz-da, shunaqasida otib tashlaymiz. Nima deysan? Legendarniy g'oya deyman, faqat o'qimiz yetsa bo'ldi. To'g'ri aytasan, o'qimiz yetmasligi mumkin. Bo'lmasa bu pastga tushishini kutaylik. Balki pastga tushsa o'ldirsa bo'lar qo'l bilan. Bu pastga tushmayapti, qotib qolyapti. Sal uzoqlashish kerak. Pastga butunlay tushgandan keyin qaytib kelib o'ldirib tashlaymiz. To'g'ri aytasan. Qani ajdar yetib keldimi? Yo'q, sal yana uzoqlashamiz. Bo'l, pastroqqa tush. Buni qara qivrlashini, qanaqa raqs qo'yapsan? Bo'l, tush. Menimcha bo'ldi. Bo'ldi, oldiga boramiz. Endi qilich bilan urib ko'rish kerak. Va yaramas. Qara, mana senga ol, basharaga aytdim seni. Nega bizni doim Ender Dragonni o'ldirishda bir xil muammo bo'ladi? Har doim uni qilich bilan urib bo'lmaydi. Jiddiy la'natlab qo'yilganda bizda endi dragonlarimiz. Mayli bo'lsa havoni kallasiga qoqib tashlaymiz. To'g'ri aytasan.
O'qlari butunlay tugadi shekilli. Ha, menda ham uzoqlashib ko'raylikchi, balki o'lar. Qishloqqa sal uzoqlash balki. Yo'q, ozginagina joni qoldi. Juda ham oz. Endi biz buni qanday o'ldiramiz? Agar faqat bular kabob bilan jon olib bo'lsa. Lekin bizda o'qlar butunlay tugagan. O'qlarni olish uchun u dunyoga qaytish kerak. Uning uchun o'lish kerak. Biz esa o'la olmaymiz. Tamom, qishloqqa lavachi, lava o'ldira olarmikan? Balki lava yo'q. Lavadan ham bir ish chiqmayapti qishloqqa. Menda go'yam bor. Hozir sen meni o'ldir. Axir o'yinchilarni o'ldira oladi, to'g'rimi? Sen meni o'ldirasan, keyin men u yoqqa borib, kamonga o'qlarni olib kelaman. Shunday qilib o'ldirsak bo'ladi. To'g'ri qishloqqa kallang ishlaydi. Bo'lmasam hozir seni cho'p o'ramiz. Tayyormisan qishloqqa? Senga ishonaman. Umid qilamanki qishloqqa qo'yildan keladi. Xo'sh, bizga kamonni o'qlari uchun nimalar kerak? Hozir ko'raylikchi. Bu sandiq kamlik qiladi shekilli. Yana bitta sandiq yasaymiz. Taxta qani oldimi bo'ldi. Endi hamma narsalarni solib tashlaymiz. Bizda gravi bor. Gravini maydalash kerak do'stlar. Gravini maydalab undan kremniy olamiz. Agar qishloqqa faqat pat olib kelsagina bizda hamma narsa bo'la oladi. Bo'ldi, tayyor. Endi qishloqni kutish kerak. Umid qilamanki tez orada qishloqqa kelib qoladi. Kutamiz. Men keldim, pat olib keldim. Hozir senga beraman. Sen kamonni o'qini yasaysan, endi dragonni qo'qib tashlaysan. Tushundingmi? Hozir tashlayman patni. Bo'ldi, hamma narsa bor. Endi kamonni o'qidan yasaymiz. Iloji boricha ko'p va bizga bu albatta yetib qoladi. Endi dragon o'zingdan ko'r. O'zingga o'zing tilab olding. Hozir seni bemalol qo'qamiz. Biz yo'lida topdik seni qo'qishni. Senga hech narsa yordam bera olmaydi. Qani va oxirgi o'qlar bo'ldi qishloqqa u tamom bo'ldi. Ender Dragonni yutdik. Faqat sal uzoqlashish kerak. Bo'ldi, tushunarli uzoqlashyapman. Va Ender Dragon mag'lub bo'ldi. Biz yutdik va nihoyat optlar ham yo'qolyapti. Biz o'la olmagan bo'lsak ham hech bo'lmasa Ender Dragonni o'ldira oldik. Xo'sh, mana bu Ender Dragonni tuxumchasini ham o'g'irlaylik. Balki biror men kerak bo'lib qolar, ustiga bossa qochib ketadigan hozir. Bo'ldi, endi bo'lsa tanga blok qo'yish kerak, biroq qil bo'lmaydigan blokni. Va tayyor. Ender Dragonni tuxumi ham bizda bor. Menga ham ber, men ham ushlab ko'ray. Ushla. Bir gap aytaymi? Nexus 2 legenda. Yana kanalga ham obuna bo'linglar. Yaqinda 100 mingta bo'lamiz. To'g'ri.